So'nggi yillarda yurtimizda ta'lim tizimiga, ayniqsa maktab ta'limiga bo'lgan e'tibor keskin ortyapti. Yangi o'quv binolari, zamonaviy laboratoriyalar, kompyuter xonalari barpo etilmoqda. Bu islohotlar samarasida har bir hududda ta'lim sifati yuksalib, maktablar haqiqiy bilim va tarbiya maskaniga aylanmoqda. Shunday ta'lim maskanlaridan biri Urgut tumani Kamangaron mahallasida joylashgan 102 umumiy o'rta ta'lim maktabidir. 1990-yilda tashkil etilgan ushbu maktabda hozir 1682 nafar o'quvchi 2 smenada tahsil oladi. Ularga 84 nafar tajribali va fidoyi pedagoglar ta'lim va tarbiya bermoqda. 2017-yildan buyon maktabga ta'lim fidokori ko'krak nishoni sohibi Obidjon Qurbonov rahbarlik qilib kelmoqda. Dargohda 2 zamonaviy kompyuter xonasi, fizika va kimyo fanlari uchun laboratoriyalar hamda 1,5 mingdan ziyod badiiy kitobga ega bo'lgan kutubxona faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy o'quv yilida maktab jamoasi 5 tashabbus sport musobaqasining futbol bo'yicha tuman bosqichida g'olib bo'lib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Shuningdek, 9-sinf o'quvchisi Zulayxo Shomalikova va 11-sinf o'quvchisi Abduvosit Normurodov fan olimpiadalarining tuman bosqichida faol ishtirok etdilar. Bu yil ushbu ilm dargohi 171 nafar 1-sinf o'quvchilarini qabul qilishdi. Jamoaga 5 nafar oliy ma'lumotli yosh pedagoglar qo'shildi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, fidoyi ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar sa'y-harakatlari bilan Urgut tumanidagi 102 maktab ta'lim sohasidagi islohotlarning yorqin namunasiga aylanib, yuksak natijalarga erishib kelmoqda. Urgut tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 102 umumiy o'rta ta'lim maktabida hozirgi kunda 1682 nafar o'quvchi tahsil olib kelmoqda. Unga 84 nafar pedagog xodimlarimiz, oliy toifali hamda hozirgi kundagi milliy va xalqaro sertifikatlarga ega o'qituvchilarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan olimpiada tuman bosqichida faxrli o'rinlarni olib keldi o'quvchilarimiz. Futbol bo'yicha 5 tashabbus doirasida tumanda 2-o'rinni futbol jamoamiz olib keldi. Biz mana shu prezidentimizni ta'limga berayotgan e'tiborlariga maktab jamoamiz barcha pedagoglar nomidan minnatdorchilik bildiramiz.